Yangi O'zbekistonda turli sohalarda islohotlar davom etyapti. Ayniqsa o'sha ma'naviyat sohasida, mafkura sohasida olib borayotgan islohotlarda ham bu narsani ko'rishimiz mumkin. Afsuski, ayrim yoshlarimiz hozirgi kunda g'arbdan kirib kelayotgan turli g'oyalar, ayniqsa ommaviy madaniyat ko'rinishidagi turli axborot xurujlari deymizmi yoki turli xil axborotlarga, turli xil noto'g'ri g'arbona turmush tarziga ergashib ketayotganligi achinarli holdir. Zero ona vatanimizdagi tinch, osoyishta va farovon hayotni qadriga yetish, shu osuda hayotni yanada mustahkamlash uchun har bir inson o'z hissasini qo'shib el yurt taqdiri, kelajagi uchun daxldorlik tuyg'usini diliga jo qilib yashashi bugungi kundagi dolzarb masalalardan biriga aylandi. Ayniqsa yoshlarda sog'lom dunyoqarashni shakllantirish, o'sha barkamol avlodni tarbiyalashning muhim shartlaridan biri deyishimiz mumkin. Bu esa milliy qadriyatlar, ajdodlar merosini zamonga munosib imkoniyatlardan unumli foydalanish orqali targ'ib etishda namoyon bo'ladi. Ayni paytda milliy an'analardan uzilgan, milliy o'zligini yo'qotgan, milliy merosdan bexabar yoshlar jamiyatimizning o'ziga xos taraqqiyotga yetarli hissa qo'sha olmayotganligi achinarlidir. Zero ommaviy madaniyat ko'rinishidagi turli xil axloqsizlik, buzg'unchilik, buzuqlik, zo'ravonlik, ma'naviy tubanlik g'oyalarini targ'ib etilayotgan bir davrda allomalarimiz hayot yo'llari va asarlarini o'rganish zarur. Chunki barkamol avlod tarbiyasida buyuk va mutafakkirlar merosining o'rni beqiyosdir. Ommaviy madaniyat o'z ma'nosida emas, balki ko'chma ma'noda ishlatilmoqda. Chunki u qo'shtirnoqga olingan. Bu tushuncha haqida ko'plab olimlarimiz ta'rif berishgan. Ommaviy madaniyat tub mohiyatiga ko'ra milliy madaniyatlarning kushandasidir. Ommaviy madaniyat targ'iboti eng avvalo milliy va diniy qadriyatlari, axloqimizni g'arb turmush tarzi, shaxs erkinligi, demokratiya niqobi doirasida talqin qilinadigan axloq, ya'ni to'g'riroq axloqsizlik bilan almashtirishdir. Demak, ommaviy madaniyat aynan madaniyat emas, balki madaniyat kushandasi, insonni inson qiyofasidan chiqaradigan bir kushandadir. Muhimi yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish, hozirgi kunda Yangi O'zbekistonda olib borayotgan strategik tadqiqotlarda eng ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lgan ajdodlarimiz, o'tgan allomalarimiz merosi, ularning durdona asarlari, hikmat, pand va nasihat o'gitlarini jamiyatga, xususan kelajak avlodga yetkazishni taqozo etadi. Jumladan, Sharhda muallimi soniy, ya'ni ikkinchi muallim nomini olgan Abu Nasr Farabiy o'zining Fozil odamlar shahri asarida farovon jamiyatda kishilar qanday fazilatlarga ega bo'lishligi lozimligi haqidagi fikrlarni bayon etgan. Insonni komillikka chorlovchi tasavvuf bo'yicha buyuk ajdodlarimizdan hayotbaxsh g'oyalar qolgan. Xususan Abduxoliq G'ijduvoniy, Najmiddin Kubro, Bahovuddin Naqshband, Hoji Ahror Vali kabi avliyo zotlarning diniylik va dunyoviylikni barobar olib borish, halol mehnat bilan kun kechirish, o'z xalqi, vatani uchun fidoyilik ko'rsatish kabi g'oya va ta'limotlari hozirga qadar o'z ahamiyatini yo'qotgan emas.